Men Abduqodirova Muhabbatxon mana shu sanatoriya Men Abduqodirova Muhabbatxon mana shu sanatoriya Koinot Kavsar sanatoriyasiga keldik Qirg'izistondan. Judayam yaxshi joylar ekan. Maza qilib dam oldik. Licheniyalari ham yaxshi ekan. Ovqatlari ham juda mazali, shirin. Ayniqsa medsestralari mana bizni qaragan hamma ayollarga hammasiga rahmat deymiz. Judayam mazza qilib mana dam olib ketyapmiz. Yana 6 oy 7 oyda kelishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Mana shu sanatoriyaga omad tilaymiz. Hamma kelajakda yana bundan-da ziyoda bo'lib ishlashlariga tilakdoshmiz. Yana men aytib o'tmoqchimanki, bu sanatoriyada judayam yaxshi shifobaxsh mana suvlari bor ekan, vannalari bor. Oltin gurt vannasi bor, shifo. Yana bu yoqda giyohdan tayyorlangan vannalar. Ayniqsa parafinlar, balchiq, yana qanaqa nimalar, massajlar. Judayam ko'p, uni sanog'i yo'q. Aytgan licheniylarimiz hammasi judayam yaxshi. Mana kelganimda judayam og'ir edim. Hozir mazza qilib yengil qushdek bo'lib uchib ketyapman. Xudoga shukr. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Mana shu yerda bizni licheniya qilganlardan mana shu oltin gurt qo'ygan opamiz Malohat opaga rahmat. Bu yoqda massaj qilgan Iroda opaga rahmat. Yana nima dedi? Oshxonada Gulmiraxonga, mana bu yoqda o'tirgan Feruzaxon, Mahliyoxon, mana medsestramiz, bu yoqdagilarni mana otlarini men qanaqa qilyapman. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Yana biz bu yoqqa kelishga xudo xolisa 6-7 oyda kelamiz. Endi 3 kishi emas, xudo xolisa 10-15 kishi bo'lib kelamiz, xudo xolisa.